Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Todom MFI'da Turonbank bilan hamkorlikda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida jami 10 gektar maydonga kartoshka ekinlari ekilgan. Ekish ishlari 5-aprelda boshlangan bo'lsa, 15-iyulda ekish ishlari yakuniga yetadi. Jami 17 ta dehqon xo'jaliklari tashkil etilgan bo'lib, lider tadbirkor sifatida Otabek Rustam omadi fermer xo'jaligi tanlab olingan. Jami 10 gektar mahsulotdan 10 gektar maydondan 180 tonna miqdorida kartoshka yetishtirish rejalashtirilgan. 1 tonnasini o'rtacha qiymati 5 million so'mdan sotilgan taqdirda 900 million so'mlik mahsulot yetishtirish ko'zda tutilgan. Har bir dehqon xo'jaligining o'rtacha daromadi 52,9 million so'mni tashkil etadi. Ikkinchi ekin sifatida sabzavot mahsuloti ekish ishlari rejalashtirilgan.